Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Dünya Uyghur Qurultiyi Marrakeshning Kasablankada o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga taklif bilan qatnashib, Uyg'ur masalasini tanishtirdi. Kasablankada 7 ayning 21 kunidan 22 kunigacha davom qilgan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga Dünya Uyghur Qurultiyi taklif qilingan edi. Bu munosabat bilan Qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysolar Germaniyadan, Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i va Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya direktori Abdulhakim Idrislar Amerikadan 20 iyul Marrakeshga yetib borgan edi. Ammo qurultay vakillari Kasablanka aerodromiga yetib borgandan keyin Dolqin Ayso apandi Marrakesh chegara bexatarlik va ko'chmanlar idorasi tarafidan tutib qilinib, tekshirish uchun elib ketilgan va 15 soat tutib turilgandan keyin Ichki ishlar ministrligi va davlat bexatarlik bosh idorasi tarafidan hech qanday tushuntirish berilmasdan Germaniyaga qaytarib etilgan. Dolqin Ayso apandi Germaniyaga qaytgandan keyin yozma uqtirish topshirib olgan va bu uqtirishda uning Marrakesh zaminiga kirishni cheklash qarori borligi aytilgan edi. Xitoy hukumatining Dolqin Ayso apandi ustidan xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolga sungan ayblashlarga asosan 1997 yili Interpol qizil uqtirish chiqarilgan va advokatlar, xalqaro tashkilotlar va munosabatlik odil tekshirishdan keyin Xitoyning Dolqin Ayso apandi ustidan xalqaro soqchi tashkiloti orqali uning Sharq Turkiston davosiga to'salg'i bo'lish uchun chiqarilgan bu uqtirish 2018 yili oradan 20 necha yil o'tganda amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, ammo bu uqtirishning keltirib chiqargan salbiy ta'siri va Xitoyning chegara halqagan bostirishi uning xalqaro faoliyati va kishilik huquq xizmatiga ta'sir ko'rsatib kelmoqda bo'lib, Janubiy Koreya, Hindiston va Turkiya qatorliq bir qancha davlatda viza bekor qilinish, kirish rad qilinish, savol so'rash va tutib turishga duch kelgan xalqaro yig'inlarga qatnashayotganda Nyu-York va Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining binosiga kirishi cheklangan edi. Uning bu xil avorchiliklarga uchrashi Xitoyning xalqaro soqchi tashkilotini o'zining chegara halqagan bostirish uchun ishlatib, chet eldagi siyosiy faoliyatchilar va kishilik huquq qo'g'duvchilarni nishon qilganligini ro'shan aks ettirdi ekan. Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddinning bildirishicha, Marrakesh Shimol Afrikadagi Xitoyning ta'sir ostida qolgan ittifoqchisi bo'lib, bu qatim Dolqin Aysoning Marrakesh chegarasidan kirgizmasligimi Xitoyning Shimol Afrikadagi ta'siri va chegara halqagan bostirishning ifodasi bo'lib, Dolqin Aysoning ustidan chiqarilgan xalqaro soqchi tashkilotining buyrug'i garchi amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning ta'sir ostida qolgan davlatlarda hali ham davom qilishi bo'lib hisoblangan. Bu qatimqi yig'in Shimol Afrika va dunyoning har qaysi joylaridan hukumatlar, fuqaroviy tashkilotlar va diniy jamiyatlar qonun va jamiyatning murakkab masalalarini muzokara qilgan bo'lib, bu haqda qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin o'zlarining bu yig'in jarayonida Shimol Afrika va dunyoning har qaysi joylaridagi diniy rahbarlar va yig'in qatnashchilari bilan uchrashib va suhbatlashib, Uyg'ur masalasini tanishtirish fursatiga erishgan. İkinci navbatlik Türk Dünyası Yazgıçılar yig'inida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga kelib kelingan. Türk Dünyası Yazgıçılarning 19 iyuldan 21 iyulgacha o'tkazilgan ikkinchi navbatlik yig'inida Türk Dünyasının o'rtaq tarixi, madaniyati va hozirgi masalalari muhokama qilinib, Sharq Turkiston masalasi tafsiliy baholangan. Türk Dünyası Yazgıçılar Birleşmesining raisi Dr. Yasemin Maydanning riyosatchiligidagi va Qizil Alma ayollar, yoshlar va bolalar jamiyati birlikda uyushtirgan bu yig'inga Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston, Gagavuziya, Kavkaz, Shimoliy Sepros Türk Cumhuriyeti, No'g'ay turklari, Volga Ural turklari, Oltay turklari, Qrim tatarlari va Uyg'urlardan bo'lib yozuvchilar qatnashgan. Bu faoliyatda qatnashgan yozuvchilarning asarlarini tanishtirish va ko'rgazma qilish, kitob imzolash va har xil sohalardagi mutaxassis olimlarning muhokama yig'inlari o'tkazilgan bo'lib, yig'in jarayonida Sharq Turkistonning tarixi, madaniyat va hozirgi ahvoli to'g'risida qatnashuvchilarga tafsiliy ma'lumot berilgan. Mazkur programmaning 3-kunida Dünya Uyg'ur Qurultiyining bayonotchisi va Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisining raisi professor Dr. Erkin Ahmad Sharq Turkiston masalasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli yig'inda so'z qilib, Sharq Turkistonning tarixi, tajovuzchi Xitoy tomonidan ishg'ol qilinish jarayoni, Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy va ijtimoiy bisimlar, Uyg'ur tili va adabiyoti, Uyg'urlarning madaniyat meroslari va hozir yuz berayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi to'g'risida to'xtalib, yaqin yillardan buyon Xitoy hukumatı yo'l qo'ygan siyosatlarning Uyg'ur
kimligiga ko'rsatadigan ta'siri, bo'libmi atalmış Millatlar İttifaqlığını ilgari surish qonunining amaliyotda Xitoy kimligini kuchaytirish va uning Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarning tillari, madaniyati va kimligini ojizlashtirishni maqsad qilgan assimilyatsiya qonuni ekanligi. Xitoy tilini ommaviy turmush va ma'rifda majburiy ishlatishni yo'l qo'yib, har qaysi millatlarning tilini ishlatishni cheklab, madaniyati va ko'p xillikni yo'q qilib, birlik kelgan Xitoy milliy kimligini yoritishni maqsad qilganligini. Shundaqla bu siyosatning Sharq Turkiston va Tibet qatorliq rayonlarda markaziy hukumatning kontrolligini oshirishni nishon qilganligi va xalqaroning bu qilmishlarni madaniyat huquqi, diniy erkinlik va so'z erkinligi nuqtasidan qattiq tanqid qilganligi haqida tafsiliy to'xtalgan. Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisi faoliyatining bir qismi sifatida ko'rgazma o'rni ochgan bo'lib, ko'rgazma o'rniga professor doktor Erkin Ahmad yozgan Dünya Uyghur Qurultayı va Sharq Turkistonning 20 yillik ko'rishi nomli kitob va Dolqin Aysoning hayotini tasvirlaydigan Mening Xitoyga qarshi kurashlarim nomli kitobning turkcha tarjimasi, Uyg'ur adabiyotidagi dangliq shaxs Farhod Tursunning Arqa ko'cha nomli kitoblarimo tizilgan bo'lib, bular alohida diqqat qo'zg'agan. Yevropa Parlamenti Tashqi ishlar komitetining raisi David McAllister boshchiligidagi vakillar o'miga payshanba kuni Xitoy qilgan 3 kunlik ziyoratida kishilik huquqning umumyuzligini ta'kidlab, Xitoyning kishilik huquq ahvoliga bo'lgan davomli andishlarini bildirgan. Navbatdagi siyosiy va geoiqtisodiy o'zgarishlar ostida Yevropa Parlamenti a'zolari vakillar o'miga Xitoyni Ukrainada urush to'xtatish va BDT nizomnomasi, Ukrainaning egilik huquqi va xalqaro e'tirof qilingan chegarasi ichida zamin butunligiga asosan odil tinchlik o'rnatish uchun Rossiyaga bo'lgan ta'siridan foydalanib besim qilishga, Xitoyni Rossiyaning rayimsiz tajovuzchilik urushini qo'llaydigan organlarga qo'shish ishlatadigan tovarlar va zapchastlarni yo'tkashni to'xtatishga da'vat qilib, o'zini tinchlik saqlag'uchi deb tasvirlagan davlatning bir vaqtda tajovuzchining iqtisodini qo'lga olmaydiganligini ta'kidlagan. Bu ziyoratda yana Yevropa Parlamentining a'zolari Yevropa Ittifoqining prinsip pozitsiyasi va suhbat bo'lgan sodiqligini qayta ta'kidlab, kishilik huquqining umumyuzligini va Xitoyning kishilik huquq ahvoliga bo'lgan davomli andishlarini bildirgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.